Assalomu alaykum Instagram kuzatuvchilari. Bugun sizlarga Muhammad Ismoil polniy obzor qilib ko'rsatib beradi. Assalomu alaykum Instagram. Tuzingmisizlar? Bugungi oxiriga doğru ko'ringlar. Narxini oxirida aytaman deyapti ukam. Tellab pishib obzor qilib beradi sizlarga. Juda ham go'zal narxda. Plus vodiy bo'ylab dastavkasi ichida qilib beraman deyapti. Birinchi tunnelgacha. Birinchi tunnelga doğru deyapti. Tunnel vodiyga kiradi deyapti. Qani boshlaylik. Aka, yostiqli modelimiz bo'ladi. 6 ta yostig'i bor. 3 ta tumbasi bor. Bittasi bonus oladi. O'zi ikkita oladi aka. 3.30 ga 2.30 razmeri. Vodiy bo'ylab aka, aytilgandek birinchi tunnelga to'g'ri aka 3.800.000 so'm. Dastavkasi ichida aka. 3.800.000. Siz obunachilaringizga aka, xudo xohlasa. Qo'qon, Beshariq farqi yo'q. Tanlam vodiy degan so'zi bo'lsa bo'ldi aka. Pop, mob, Namangan. Aytyapman aka, vodiy degan so'zi bo'lsa bo'ldi. Nomi bo'lsa bo'ldi. Toshkent, Voha taraflargacha. Voha taraflarga kelishilgan holatda, xudo xohlasa. Kelishilgan holatda, pulini kelishilgan holatda Isuzuga chiqarib berasiz. Go'zal qilib, upakovkalar qilib chiqarib beramiz aka. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. O'zlari Muhammad Ismoil o'zlari javob beradi. Xudo xohlasa o'zim olib borib o'rnatib kelaman vodiy ichiga. Go'zal qilib. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Like, podpiska ko'pchilik bosmayapti. Podpiska bosib ko'ringlar. Imkon darajasida bizda ishlar ko'pi, vodiy bo'ylab dastavkasi ichida chiqaramiz. Hammaga rahmat ko'rganlar uchun oxiriga.